Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamay yuribsizlarmi? Kuninglar barokatli, fayzli o'tsin, quvonchga to'la o'tsin. Biz erta tongdan soat 10:30dan o'zvoqlik boshlamoqchi-edik. Xo'jayinlar kech ketishdi. Ha, erkaklar kech ketgani uchun sastib qilmaylik deb kechroq boshladik. Assalomu alaykum. Meni yaxshi ko'rib va yomon ko'rganlar uchun Baqlajon Shahnozopam qo'yib beradilar. Tuxumga bulab. Taxminan 1 kilo 700 grammlimi, 2 kiloga yetar etmas. Baqlajon korzinkadan qaysi zamonlar oldim. Shu kunga nasib qildi. Xonimimiz bor, faqat baqlajon qo'rib. Kafelimni qirqimba. tamam. Arting. Gaplashib oling. To'g'ri. O'zi meni yomon ko'rsatadigan shu o'vsini. Yo'q, menda ham sachraydi. Artama, qo'yolingmi? Yo'q, ani kecha ham chiqmoqchi emasdim. Mana shu majburlagani uchun gapirib chiqdim. Tavba. Sizda boshim baloga qolib ketdi men. O'zi chiqmayman, chiqing, qilaylik qildi-da. Yomon ko'rganda meni yomon ko'rib qoldinglar. Yo'q, bir xil yozibding, shunaqa xursand bo'ldim. Valiga o'xshaysiz, gapirishingiz. Shunaqa xursand. Shuni men to'g'ri gapiring, yoqmadi-yu bir xil degani, shapaloqlar, unaqa deb hazillashganim. Bir xil jiddiy ovoribdi, o'shaning uchun qo'limda qilaman, chachirib ketadi bo'lmasa. O'shaning uchun yo'q, endi hazillashamiz-da, odamlar, unaqa negativ bo'lmaydi, odam настроениясini tushirib, Rossiyadan kuzatar ekanlar, meni отдельно muxlisim ekanlar, xursand bo'ldim. Otlari esimda yo'q. Anaqa. Xursand bo'lib ketdim. Hamma negativ o'qiganlarim esimdan chiqib ketdi. O'sha odamni, o'sha anaqa opammi, singlimmi, kimlar bilmayman-ku. Rossiyadan kuzatar ekanlar. Xursand bo'lib ketdim. Lekin ko'pchilik yozgan, salom degan, xursand bo'ldik degan. Hammani qarachi har xil xullas, biz xafa bo'lmaymiz, sizlar ham xafa bo'lmanglar bizdan. Mayli, xafa bo'lmayman. Ay. Sen menga loyiq eding. Hozir buni ichiga nima qilamiz? Ketdi. Buni ichiga nima qilamiz? Hozir bu yerda nachikasi ko'rsataman. Hozir oxirgi daqiqada esimga tushib qoldi qilayotganimda, ozgincha ukrop bilan kashnichim bor ekan, ozgincha. Ikkita zubchik chesnokni cho'rka qilib, ozgincha mana bunaqa tvor nima bu? Krem cheese soldim. Ozgincha soldim, ko'p emas. Ikkiga mayonez soldim, sal suyuqroq bo'lib, surishga osonroq bo'lsin. Endi shularni 4 ta tuz tashadim, boshqa hech narsa tashaganim yo'q. Aralashtiraman yaxshilab, baqlajonni ichiga pomidor bilan o'rayman. Bu sochnost beradi. Ishonavering, ko'p ko'rganmiz. Xo'p, hozir shularni qilamiz. Birin-ketin o'rashlarni ham nasib qilsa ko'rsatamiz. Qaranglar, biz anaqa o'rashni boshladi. Mana bundan bir qoshiq olamiz. Mayonez qo'shdim, bo'lmasa cheese krem bilan juda quyuq bo'lib ketdi. O'zi quyuq ekan cheese krem. Ha, flavor emas-u, cheese krem. Sal tezlashmasiz, mana baqlajon kuyib ketadi. Bitta pomidor qo'yamiz-da jononga. Agar unaqaylar salat barginglar bo'lsa qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Biz yo'qligi uchun qo'ymadik. Ha, yana ko'rsataman, Shahnozaning baqlajonlar qisib turibdi nadada. Ha, yana tushunib qoling, siz kerak. Pomidorlarni to'g'rab oldim. Katta-katta qilganim sochni beradi. Anaqa cho'rkalasanglar ham bo'ladi, prosta oqib ketadi. To'g'radi mana kechagi qattig'imni ham ko'rsatdi. Usti qaymoli sariq bo'lib chiqdi. Cho'ta videoda ko'rsatib bermayapti. Mana sizlar bilan endi ko'rib turamiz. Bilasizlar, bitta kastrulka qildim. Bismillah. Mana. Prosta ko'rsatishim ish niyatim yo'q. Ani uzun cho'zilib chiqmabdi yaxshi. Lekin sal suyuqroq qattiq bo'libdi. Jo'naqa. Suyuq emas, jo'naqa qattiq quyuq emas. Mayli, qo'ylab tashlamaymiz. Prosta sizlarga ko'rsatmoqchiman, mana qaymoq ko'rmayaptim. Taxminan bilmayman. Wow. Qo'shig'imni yalovdim. Mazasi umuman keslisi yo'q ekan. Hareket qilgan ojangi solib beraman. Maza qilib ichib oladilar.
taxminan kelganimdan beri qattiq qilsam kerak. Qizli uyimni umuman qilmaganman. Oyijon qattiq qilishni bilasizmi deb bir marta so'raganlar. Ha, bilaman degan, bo'ldi, qiling deganlar. Shu bo'yicha qattiq qilaman. Pashti har doim o'zimiz qilamiz. Chunki arzonroqga sut olib kelamiz, o'zimiz домашний xohlagancha o'tib, akroshkalarni ham ko'rdinglar, o'zimizni домашний qatuvdan qildim. Sutinglar ko'p bo'lsa, qilib ko'ringlar. Uyga baribir mazza. Ana, piyla ichadigan qattiq bo'lgan. O'sha tayyor, xudo xohlasa mana choy bo'lib chiqdi. O'sha boyiga tayyorlab olgan sousimni bir qavat suraman, keyin salat bariga olib chiqdim. Baribir yana 1 kilo baqlajon olib chiqdim. Jamiki 3 kilocha baqlajondan qildik. Anchadan beri qilmayotganimiz uchun to'yib yeyishsin deb bittada qilib yubordik hammasini. To'yib yeyishsin deb. Sochniy bo'ladi. Bular hammasini hozir ustini strichli ham salafanlab xolodilnikka tiqib qo'yaman. Kechqurun stolga tortib maza qilib to'yib yeyishadi. O'zrasi ko'p qilardik, hozir kam qiladigan bo'lib qoldik. Uyi hidi tutib ketdi faqat. Mayli, endi bitta tutganda ertalab qildik, shu uchun kechgacha to erkaklar, oyijongalar kelish uchun havo almashib oladi. Konditsionerni ham yoqib qo'ydim, oynalarni ochib, hid almashib turadi. Bo'ldi, bugun boshqa hech narsa qilmaymiz. Xonimlarni isitamiz, shularni qo'yamiz. Shularni yeymiz inshaalloh. Jamiki hammalarga rahmat, kattakon kommentariy yozayotganingiz uchun, like bilan podдержка qilib, prosmotrni bomba qilib berayotganingiz uchun kattakon rahmat hammalarga. Xursand bo'lamiz bunaqa podдержкаlar uchun. To'g'ri, hammani ko'nglini birdek ololmaymiz. Kimgadir yoqamiz, kimgadir yoqmaymiz. Bu qiziq emas. 5 qo'l barobar emas. Xullas, yoqtiradiganlar uchun biz xursandmiz yoqayotganimizdan. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Oddiy tuxumga tuz aralashtirib, belab, mana bu qavati ko'proq tuxumliroq bo'lishi uchun biz mana qo'rayotganimizda qoshuvda ham ustidan bunday bitta sloy bir qoshuvdan tuxum quyib yuboramiz. O'sha atalab qotgan tuxumimizdan. Shunda ani quruq mana baqlajonni o'zi bir xil payt mana bunaqa quymaganlarimiz mana bunaqa bo'lib chiqadi-da. Quysiz mana bunaqa tuxumli bo'lib chiqadi. Tuxumli nonni ham xuddi shunaqa pishiramiz. Ustidan tuxum quyib yuborsanglar, ana xuddi tuxumli non yeyotganinglar bilinadi. Bo'lmasam ana xuddi nonni qo'rib qo'ygandek bo'ladi, shunaqa bo'lib chiqmaydi. Ko'ringlar, balki shunaqa ham qilardirsizlar. Xo'p, bizga esa yoqimli ishtaha. Bugun menimcha bo'ldi. Boshqa video olmasak ham kerak. Ertaga xudo xohlasa Oyijon bilan nasib qilsa videolarda chiqamiz. Bizni kutinglar, biz ertaga qaytamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.